Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалыктары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Memleket başçısı komaga tushgan Erbosun o'g'lina xat yo'lladi. Qozog'iston prezidenti Qasım-Jomart To'qayev kasbqo'y bokschi Aydos Erbosun o'g'lining avrixonada yotuvini o'ray Telegram xat yo'lladi deb xabarlaydi. Sizning kubalik bokschimen bo'lgan jekpe-jeginizda barliq qozog'istonlik jango'yerlar qo'llov ko'rsatdi. Arini sport jenis ben jenilis qatar juradi. Eng bastisi densavliq. Ertaroq sog'ib ketuningizni tilakdesman. Qaytib oralgan so'ng otandıq boksda damuvini ulkan qo'shuvingizni jalg'astirasiz degan senimdaman, deb yozibdi memlaket başçısı. Esga salayıq 6-qarshi kuni Minneapolisda Erbosun o'g'li 2-o'rta salmoqda kubalik David Morelmen qo'lg'ab tuyustirib 12 raundunda nokautga tushdi. Jekpe-jekdan keyin darigerlar Aydos Erbosun o'g'lini Xenepin okrugundagi meditsinalik o'rtalikqa olib keldi. Ağır jarohat alganlıktan hol kezinde hol jasandi komaga jatdi. Klinika xizmatkorlari nokautga tushgan Aydosning жағдайын aytdi. Jeksenbeda avrixonada tushgan qozog'istonlik bokschi Aydos Erbosun o'g'lining жағдайы alida ağır biroq turaqda. Bu turali boks Jung baslimining bokschisi jatgan klinikaning vakili xabarladi. Deganmen Aydos alida komadami, alda esini jinadimi? Ona aytuga klinika xizmatkorining okilitligi jetpeydi ekan. Sizlarmen sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Ekin konkursda jaralab qo'yamiz. Barni aytatim bo'laman. Barchaga sottilik.